Tiggo 2 modelimiz haqida qisqacharoq ma'lumot qilib beramiz hozir. Kelib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, salonlardan boshlasak, salonlari to'liq kojinli salon bo'ladi. Sidinalari isitadi, ikkita oldidagi rullari isitadi, kruz kontrollari, klimat kontrollari bo'ladi. Mashinamizda avtomat korobkada. Orqalari ham anchagina keng ishlangan, bemalol 3 kishi o'tirsa bo'ladi, qisilib qolishmaydi. Tak, bagaj qismiga keladigan bo'lsak, bagaj qismimiz ham 420 litrli bo'ladi obyomi. Bemalol uncha-muncha yuk solsangiz ham bo'ladi. Mashinamizni zapaskalarini ham ko'rsatib o'taylik. Zapaskalar ham bo'ladi. Ertaga gaz qo'yaman desa ham zapaskani o'rniga qo'ysa bo'ladi bemalol. Orqada zatniy kameralarimiz bor. Bemalol orqani ko'rsatib beradi, orqa vidni va proktronli datchiklari ham bor. Xo'p. Mashinamiz narxlariga keladigan bo'lsak, 214 million 900 mashinaning narxi. Hozirgi kunda foyda bilan xarid qilsa ham bo'ladi. Agar naqd pulga savdo qilsa, narxlari 174 million 900 ming so'm bo'lib qoladi. Xo'p, texnik tomondan savollar ko'p tushyapti. Mashinada ot kuchlari qancha, benzin rasxodlari qanaqa deyilyapti. Bu mashinamiz 3 ta silindrli, turbina motorli bo'ladi. Rasxodlari juda ham oz. Danielga 4 ta, shahar ichida 6 ta, 7 tagacha rasxod qilishlari mumkin. Bemalol konditsioner qo'shgan holatida ham. Ot kuchi 102 ta bo'ladi, motori bir ob'yomda turbinaviy motor bo'ladi mashinada. Faralarimiz to'liq LED bo'ladi. Bu patvarninglari, pastdagilari asosiy faralari. Ularda ham katta lupalik fara bo'ladi. Hech qanaqa rasxod qilinmaydi mashinamizga. To'rali g'ildiraklarida ham diskli tormozlarimiz bilan joylashgan. Bu tormoz yaxshi ishlab beradi. ABS bo'ladi bularda. Xo'p, oldidagi labovoylari bu uncha-muncha mashinada yo'q narsamiz. Oldidagi labovoygacha qiziydi. Mana yaqinlashtirsangiz spirallari ham bor o'zida qizdirgani. Bokovoylar qulaganingizda o'zi yopiladi, ichkaridan knopkada yopib yig'ishtirilsa ham bo'ladi mashinada. Hamma ranglaridan bor, bemalol kelib savdo qilishsa bo'ladi. Oq ranglarida beli jimjik bo'ladi, bu yaltirab turadi. Lak bo'ladi shunaqa. Xo'p, Tiggo 2 modelimizda avtomat korobka bo'ladi. Bunda variator korobka bilan jihozlangan. Xo'p, parkovka ruchnoylari elektronli bo'ladi bularda ruchnoyli. Yonida avtoxolan bor. Bu sfitoforlarga borilganda tormozni bosib turmaysizda, tormozdan oyog'ingizni olsangiz ham mashina yurib ketmaydi. Qachonki gaz bossangiz keyin yuradi. Rullarimiz isitadi. Rullarida голосовой управление ham bor, faqat CarPlay o'rnatsa keyin ishlaydi bu. YouTube'ga yoki bo'lmasa navigatorga poyez bersangiz bo'ladi. Multimedia rulda bu tomonida kruz kontrollarimiz bor. Danielda bu yaxshi ishlaydi. Sidinalarimiz ikkalasi ham isiydi. Salonlari to'liq koja bo'ladi. Tepada o'ziga yarasha luklari ham bor. Luklar ham jihozlangan. Klimat kontrollari, pechka, konditsioner zo'r ishlaydi bularda. Xo'p, Tiggo 2 modelimizni to'lovlariga keladigan bo'lsak, narxlari 214 million 900. Bu mashinamizga naqdga, avtokreditga, rassrochkaga va lizingga xarid qilishsa bo'ladi. Eng kam to'lovlari hozirgi kunda 36 million so'm bilan chiqyapti lizingga. Bunda 4 yilgacha, 5 yilgacha olsa bo'ladi lizing asosida ham, ya'ni 15% boshlanish to'lov bilan. Eng kam 15% bilan chiqadi. Avtokreditda bo'ladigan bo'lsa, eng kam 25% to'lov bilan narxidan kamaytirilgan holatda olsa bo'ladi. 40 milliongacha hozirgi kunda bularga foyda bilan olsangiz bo'ladi. Rassrochka hozirgi kunda ko'p so'ralyapti. Bu modelimizga rassrochka eng muddat uzoq bo'lib qolgan hozirgi kunda. Misol 30% to'lasangiz ham 30 oygacha foiz olsangiz bo'ladi. Agar siz 50% to'lasangiz 48 oygacha. 60% yoki 65% to'laydigan bo'lsangiz, даже 60 oygacha, ya'ni 5 yilgacha ham foizsiz rassrochkaga olsangiz bo'ladi. O'shanda oylik to'lovlari ham 100 dollar atrofida chiqib qolyapti 5 yilga olinsa. Ish vaqtlarimiz ertalab soat 9 dan kechki payt soat 19:00 gacha davom etadi. Har kuni kesalang bo'ladi. Dam olish kunlarimizsiz, shanba-shanba ham ishlaymiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Farg'ona shahar, Axmabavskiy massiv 3A da joylashgan, ya'ni Zakanalda. Bu yoqda eski bozorcha ham bor. Bozorchaga yetmasdan qo'ng'izga keladi. Hammalaringni Davr Motors Cherry Farg'ona avtosalonimizda kutib qolamiz.